Yo'q, aka, men bu oilani olib chiqa olmayman. 80% kuyganiga olish kerak, boshqa variantimiz yo'q. Yoki yuragim ko'tarmaydi, nima qilsangiz qilaveringman, men olib chiqa olmayman buni. Kecha bolam davleniyasi banyoda o'sha yerga kelib qoldim. Avgustga 40 bo'ldi davleniyasi. O'lib qolaman deb rosa qo'rqdim. Bola-chaqam qiynalib ketdi. Neberalarım qiynalib ketdi. Yordam so'rayman. Yordam. Bolam oyoqqa turib ketsa bo'ldi. Holat 1-yanvar kuni 2026-yil 1-yanvar kuni razvobитель baklashkada bo'lgan, o'sha portlab ketdi. Bunga anaqa ketgan, sachrab ketgan, polniy portlab ketganda, olov bunga o'tib ketgan. Polniy hamma joyi 75-80% kuyganda, yelka orqa tarafi kuymagan. Doktorlar 50 dedi, biz javob bermaymiz. Xudodan hammasi dedi. Kun-tun Xudodan so'rab, Qancha pul ketadi dotda opa? Doktorlar bilan gaplashdingizmi? plastik operatsiyasiga ko'p ketib qolar ekanda. Hozir stabilniy ahvoli ham og'irroq. Plastik operatsiyasiga, anaqasiga 100 pul ketib qoladi. Deyishyapti. Xudo xolasa 1 yil, 2 yildan keyin o'ziga keladi deyapti. O'zimiz ham sotadigan narsalarimizni ancha sotib, o'ziga anaqa qilib, hozir endi bu yog'iga ancha qiynalib qoldik-da, o'shaning uchun xalqimiz yordam bersa, oyoqqa turib yaxshi bo'lib ketardilar. Farzandlarim har doim yaxshi niyat qiladi, duo qiladi. Biz ham qachon bitta oila bo'lib o'tiramiz. Qo'rqmaymiz, o'lib qolmasin deb qo'rqyapmiz. Oilada aka, sizdan ham boshqa boquvchi inson bormi? Men xotin bozor qilar edi, bir-ikki so'm non pul bo'lar edi. Hozir onam pensiyasi nima bo'ladi? Ishlasa bo'lmaydi. Bitta pensiyaga yashab. Qiynalib ham ketdi, to'ydan beri yotib, yotoq yarador bo'lar ekan, o'shanaqalar chiqib ketdi-da, bir xo'jayinim bir xillar Xudoga shirk keltirmang deyman, bir xillar "Ey Xudo, jonimni olib qo'y-qa." Uydagilarning hammasini qiynadim, hamma onam ham, ayolim ham, bolalarim ham qiynalib ketdi. Jonimni olib qo'y qoldi, shunaqalar deyapti. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketsin-da, iloyim. Bizga bosh bo'lib to'ylar qilaylik bolalarimizga. Nevaralarimizga to'ylar qilaylik. O'zi bosh bo'lsin bizga. Sizga, yaqinlaringizga Alloh mana shu sinovlarni bermasligi uchun, shunday balolardan saqlashligi uchun Yurak Amr xayriya jamoat fondi tibbiyot yo'nalishiga ehson qiling. Bizdan faqat yaxshilik qoladi. Befarq bo'lmagaysizlar. Yurak Amri xalqimizniki, mehribon qalblarniki.